Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Qudratulloh kanali qadrli obunachilari. Andijonda Soydi-Qurboyda joylashgan Dushoba kabinani optim do'koniga yetib kelamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Batafsil ma'lumotlarni video davomida berib o'tamiz. Albatta sizlarga Dushoba kabinalari qiziq bo'lsa, xomor qilmoqchi bo'lmasanglar, uyda bir burchak texnika o'rnatib qo'yaman degan obunachilarimiz bo'lsa, videoda oxirigacha ko'ringlar. 2.700 ming so'mdan 12.13 million, 16.17 million so'mgacha Dushoba kabinalarda video davomida ko'rsatib o'tamiz. Manzilni ko'rsatib o'tsak, obunachilar, mana Soydi-Qurboy chap qo'limizda, o'ng qo'limizda Tirketajdan kelaverishda mana Lux Karama. Aka nomini berdi, nomini o'qimadim yaxshi. Lux nima? Lux keramik. Dushoba kabina do'koniga kirdik mana, xudo xolasa sizlarga hozir bir chekkadan narxlarda arzon qilib yoritib ketamiz. Aka, shu qancha ekan to'r burchagi? 90 ga 93 million 300 ming so'm. Bunisi-chi? 3 million 750 ming. Bu ham to'r burchagi. Bunisi qancha? 4 million 250 ming so'm. 4 million 250 ming so'm. Xo'p, bundan keyingisi qancha ekan? 1 metrligi. Xo'p. 4 million so'm. Qancha? 1 metr 4 million. 4 million so'm. Bunisi-chi? Bular 2 million 700 ming. 2 million 700 ming so'm. Bu daralarga qo'yiladigani bu qancha ekan? 16 million 500 ming. 16 million 500 ming so'm. Ichida ekan hamma narsasi. 16 million 500 ming so'm. Xo'p, bundan keyingisi qancha aka? Razmeri? 90 ga 90. Uchrasini bir xilda 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'm uchovsi. Ichidagi hamma narsasi bir xilmi yo har xilmi? Yo'q, rangida farqi bor. Rangida farqi bor. Xo'p, bundan keyingisi bu qancha ekan? Massajyorlari bor, ichlarida svetlari bor, hamma narsasi joyida ekan-a? 5 ta funksiya. Qancha qilib berasiz aka? Narxini o'tib bering. 4 million 800 ga beramiz. 4.5 ga bering aka obunachilarimizga. 4.5 yozib qo'yamiz. Bular 5 ta funksiyali. 4.6 ga bering bo'lsam. 8 ga beramiz. 7 berasiz ekan-a demak. Oxir 7 berar ekan. 4 million 700 ming so'm kelishaverasizlar. Ichida bluetooth'lari ham bor. Obunachilar e'tibor beringlar. Bundan keyingisi bu qancha ekan aka? Beshligi? Bular 3 millionlik. 3 millionlik. Bittadan like'larni bosib qo'yinglar. Alloh yo'liga video ko'proq odamga tarqaladi. Albatta malol kelmasa mehnatimiz qadrlagan holda like bosib kanalga obuna bo'lsanglar, ko'proq odamga tarqaladi videomiz. Qancha dedingiz aka? 3 million. 3 million so'm. Bunisi-chi? 3 million 450 ming. Razmeri qanaqa? 90 ga 90? Bu ham 90 ga 90. Bunisi qancha? 5 million 650 ming. Bu ham zo'r ekan-a? Yangi uylangan kelin kuyovlar uchun yoki uylanishni niyat qilib yurganlar uchun mana xomon qur, boshqa qil degan narsalar bo'lmaydi. Shuni olasizlar, bitta xonani bitta burchagiga joylab qo'ysanglar, cho'tki bo'ladi. Bunisi qancha aka? Bular 4 millionlik. 90 ga 90. 4 million. Xo'p, bunisi qancha? 3 million 700 ming so'mligi. Bu 3 million 850 ming so'mligi. Bu 3 million 850 ming. 90 ga 90 ha bular hammasi. Bunisi birga bir shekilli bu. Birga bir ekan mana. Bunisi qancha? Bu 6.5 million. 6.5 million so'm. Xo'p, mana turishi. Bunisi qancha kattarog'i? 8 millionlik. Bandali ekan bu. 8 million so'm. Qancha qilib berasiz buni? 7 ga berasizmi? Yo'q. 7.5 ga berasiz, ha? 7 million 800 ga beramiz. Buni yana bir modeli ham bor, pastroq. Aha. Xo'p, xo'p. Bunisi qancha? 5 million 650 ming so'm. 5 million 650 ming so'm. Bunisi-chi? 3 million 900 ming so'm. 90 ga 90, 1 ga 1 buni razmeri. Buni razmeri-chi? Bu ham 90 ga 90. Qancha puli? 4 millionligi. Xo'p. Bunisi qancha ekan bu? Mana boshqa neobichnisi? 5 millionligi bular. 5 millionmi? Chiroyli ekan aka. Zo'r ekan lekin. El massaji ham bo'ladi. Aha, stollari ham bor ekan, qarang, e'tibor beringlar. Bel massajimi bu? Stolda o'tirib belni massaj qiladimi? Obunachilar, like'larni bosinglar emasdan agar malol kelmasa. Lekin menga yoqdi, zo'r ekan. Aynaga ham boshqacha ekan-a? Tamirovka qilsa bo'ladimi buni? Bunisi qancha? 1 metrlik, 4 million 650 ming. 4 million 650 ming so'm 1 metrligi mana. Holati. Bunisi qancha? Bular 4 million 350 ming so'mlik. 4 million 350 ming so'm. Xo'p, mana ishlari. 4 million 350 ming. To'rga to'g'ri qilib berasizmi? Dastavkasini bepul qilib berasiz, Andijon bo'yicha. Beramiz. Dastavkasini bepul qilib beradi mana. Bunisi qancha ekan? Bular 5 million 150 ming so'm. 5 million 150 ming so'm. Bunisi-chi? Bu kattaroq ekan lekin. Bismillah. 11 million. Aka, garantiyasi bormi buni? Vannaga 3 yil, kraniga 1 yil garantiya beramiz. Badonigachi? 3 yil beramiz. 3 yil garantiya. Agar biror narsa bo'lib sinib netib ketsa, odamni ko'tara olmasdan necha kilo ko'taradi bu aka? 150 kilo ko'taradi. Ikkita odamdan ko'taradimi? Bemalol. 3 tanachi? 3 tane ham ko'taradi 70 kilo. Bemalol, ha? Aha. Qancha aytdingiz pulini? 11 million so'm. 11 million so'm. Lekin yaxshi narx, menimcha 10 ga berasiz ekan-a demak. To'g'ri qilib bersa. 10.5 ga berasizmi? 10.5 atrofiga kelishaveramiz. 10.5 atrofda, 10.5 ni pastga kelishaverasizlar. Bunachilar bemalol. Xo'p, bunisi qancha ekan? 7 million 350 ming so'm.
so'm. 7 million 350 ming so'm. Sharoitlari zo'r ekan lekin. Obunachilar qaranglar, sizlarni ko'p vaqtinglarda men faqat narxini aytib ketyapman, to'g'ri tushunasizlar. Bu yerda hozir Xitoyniki bor, Rossiyaniki bor, yana qayerdiki bor? O'zbekiston, Xitoy. O'zbekiston, Xitoy, Rossiya bor, ha? Rossiya. Brendlari ham bor-da buni qanaqadir. Ha, o'zimizda bor. Aha, brendlari ham bor buni, nimadir degan. Bu yoqdan eng kattasidan boshlasak, mana eng kattasi qancha aytdingiz aka buni? 12 million 500 ming. Ikkitadan bemalol sig'ar ekan, ha? Ha, bemalol. Ikkitadan, uchtadan ham sig'ar ekan mana. 12 million qancha? 500 ming. Bu arzonroq ekan, ha? 12 million 500 ming so'm ekan. Obunachilar mana vandali ekan, e'tibor beringlar. Bemalol bunga aka nechtali arizon ketadi? Bunga qo'yadi 50 talik 80 talik. To'ldirib berardim bemalol. 80 talik bo'lsa bemalol. 80 talik arizon qo'ysanglar, bemalol to'ldirib berar ekan mana. Svetlari bor, dushlari bor, hammasi zo'r. Menga yoqdi lekin. Qiziqadiganlar bo'lsa mana hammom qursanglar, hammomda isitish juda qiyin bo'ladi obunachilar, lekin bu o'zini holiga o'zi isitadi. Bug'ini o'ziga Bug'ini o'ziga o'zi isitadi. Eng asosiysi qaranglar 12 million so'mga hammomdan ko'ra menimcha yaxshiroq deb o'ylayman. Holati zo'r. Haligi maqtash emas, lekin menga yoqdi, o'zim aytyapman. Aynalari ham zo'r ekan qaranglar. Buni ham 3 yil garantiyasi bormi? 12 million qancha dedingiz? 500 ming. 12 ga berasiz ekan, to'g'ri qilib. 12 dan sal tebrog'iga gapirishamiz. Haqqa bersa 12 ga kelishaverasiz, ha? Naqulga beramiz. Shunisini bering aka. Hozir olib beramiz lekin. Dikantasiga chegirma qilib berasiz. Shu kattarog'i menga yoqyapti, o'shuning uchun aytyapman. O'zimga qaq olgandek 12 ga berasiz, ha? Beramiz. Obunachilar 12,5 million aytyapti mana, 12 ga mashinasini olsanglar bo'ladi. Men tavsiya qilaman lekin agar qiziqadiganlar bo'lsa, nasiya savdo bormi? Yo'q, biz faqat Bank unaqa narsalar ham yo'q. Xo'p, bunisi qancha? buni 120 ga 120. Xo'p, 9 million 650. 120 ga 120, 9 million 600 ming. Bunisi qancha? 3 million 850 ming 1 metrlik. 1 metrlik 3 million 850 ming. Bunisi qancha? 5 million 750 ming 1 metrlik. 5 million 750 ming. Stollari ichida ekan. Bunisi qancha? 4 million 150 ming 4 million 150 ming. Bunisi qancha? 4 million 650 ming 1 metrlik. 4 million 650 ming. Nechta bibir bor aka bu yerda? Общий. Bunisi qancha ekan? 120 ga 120. 110 ga 110. 6 million 800 ming. Bunachlar qiziq ko'rasizlar. Ha, bunisi qancha? 4 million 250 ming. Ha, bunisi qancha? 5 million 350 ming. 5 million 350 ming. Men ham bitta shunaqa oldim. 6 millionga ham oldim. Xuddi shu yerdan oldim adashmasam. Xo'p, bunisi qancha? Buni 6 million 850 ming degan. 6 million 850 ming. Obunachilar, layklarni bosinglar. Hali ham shu joygacha layk bosmagan bo'lsanglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyin ham qiziqarli narsalarni kanalimizga joylab boramiz albatta. Malol kelmasa obuna bo'lib qo'ysanglar, kanalimiz aktiv yana ham ko'tariladi. Qancha bu? 4 million 150 ming. 4 million 150 ming. Xo'p, bunisi qancha? Bo'y pastroq ekan buni. 4 million 850 ming 1 metrlik. 4 million 850 ming. To'rangga berasizmi? Obunachilarimizga bering. Bitta ikkitasidan sal chegirma qilasiz aka, hammasini aytgan narsaga sotmaysiz-ku. Ha, bunisi qancha aka? 4 million 750 ming. 4 million 750 ming. Bunisi-chi? Buni 3 million 850 ming. 3 million 850 ming. Bunisi? 4 million 250 ming. 4 million 250 ming. Bunisi? 3 million 750 ming. 3 million 750 ming. Hammasini narxi qanday deysiz, qoladi aka? Bunisi qancha? 4 million 450 ming. 4 million 450 ming. Ha, o'zingiz haqingizda ham ma'lumot berib o'tsangiz, obunachilarga lokatsiya tashlab berasizmi? Nimalar bor sizda? Общий masalan garantiya haqida, qayerda tovari, shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Buni aka Xitoyniki, asosan biz Xitoy bilan ishlaymiz. Dastavkasini xo'p, Andijon shaharida o'ziga qilib bera olamiz. Andijon bo'yicha deng. Bera olamiz. Andijon bo'yicha, Andijonning qaysi tumanida bo'lsa, obunachilarimizga qilib bering. Beramiz. Andijon bo'yicha. Oldin faqat shaharga qilardinglar. Ha, oldingi boshqa qilamiz. Obunachilarimizga mana Pondi Andijonda o'ziga besplatniy bo'ladi, vodiy bo'yicha kelishilgan holda yetkazib berishadi. Beramiz. Kelib ko'rib ketsanglar bo'ldi. Buni qancha aytdingiz? Buni ham ko'rsatib o'taylik. Bular 4 million 650 ming so'm. 4 million 650 ming so'm. Bu ham lekin zo'r ekan, ha? Aha, yana qanaqa ma'lumotlar bor? Bu raqamni o'zini sarang qilsa, o'zi lakasi ham chiqadi. O'zi kanalimiz ham bor. Kanalingiz ham bor. Xo'p, bunisi qancha? 3 million 650 ming. 3 million 650 ming. Bular-chi? Bu 4 million 650 ming so'm, 4 million 250 ming so'm. Bu 4 million 250 ming so'm, ha? Zo'r ekan lekin. Yana qoldimi? Boshqa qolmabdi. Hurmatli obunachilar, sizlarga hozir arzon show kabinalarda oldi 2 million 700 ming so'mdan boshlab eng arzoni, eng qimmati eshitaydi 16 millionlik oldigan 16 million so'm. Lekin meni o'zim tavsiya qilaman olmoqchi bo'lgan obunachilarimizga. Menga shu yoqdi, mana kattagina ekan, bemalol ham vanda qilib foydalansanglar bo'lar ekan obunachilar. E'tibor beringlar, ham vanda qilib foydalansa bo'ladi.
Juda chiroyli ekan. Kattagina hammomni vazifasini bajaradi. Undan tashqari shu tomondagi mana shu to'r burchak ham menga yoqdi. Buni qancha aytdingiz aka? Buni 5 million. 5 million so'm. Qancha qilib berasiz buni? To'g'ri 5 millionga beraman. To'g'ri 5 gami? Hisob tushib bering. O'zi lyuks variantida bu ventilyatsiya svetlari yechiladi. Ventilyatsiya svetlari ham bor. Obunachilarimizga o't bering, qancha o't berasiz? Endi buni yana bitta Aha. 800 ga beramiz. Bonusini nima? 10 foiz. Buni. Yo, bumi? 8 Buni olib desa bu qancha ekan? 8 million 250 ming. 8 million 250 ming. Bu ham lekin zo'r ekan. Dariga mana bu. 5 million so'm, 4 million 800 mingga beraman. 4 million 800 mingga beraverasiz. Aha. Bu aynalar yuqori shekilligan buni. Nechalik kelyapti-yu? Obunachilar, men tavsiya qilgan bo'lardim. Kattani ko'rsatdim bitta. Shunisi yoqib turibdi hozircha menga. Men o'zim olsam endi mabodo olsam qachondir shundan olgan bo'lardim. Aka, buni gaplashaylik. Qancha qilib berasiz? O'zim olsam, mana o'zim obunachilarim endi meni tanishlarim, yaqinlarim-da. Ayting, oxiri qancha qilib berasiz? 4 million 800 ga beraman. 4,5 ga bering aka. Mashina o'zini bering. 4 million tepasi sotilgan kabinalar. Bo'lmaydimi? 6 million tepasi sotilgan kabinalar 4 million 800 yapsa bo'lishimi? 4 million 800 ga beramiz. 4 million 800 yapti. Obunachilar e'tibor beringlar. Qiziqib yana kelib tortishaverasizlar. Qo'li qattiq odam bo'lsa, mana shu akamiz bilan tortishasizlar. Yaxshi tortishsanglar 4,5 ga olib kelsanglar bo'ladi, bemalol. Aka, nomer aytib o'tasizmi? 90lik 253 75 08 raqamiga aloqaga chiqsanglar, Soyda Kurgovoyning yonida joylashgan akamizga telefon qilsanglar, akasi ham tashlab beradi. Kelib bemalol tortishib, savdolashib, qolganlarni olib ketaverasizlar. Xudo xolasa biz aloqada kanalga obuna bo'lmagan obunachilarimiz bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar, albatta hammaga foydali va manfaatli bo'ladi. Qudratli o'z obunachilari, xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr hammaga. Sizlarga bugungi videomiz Dushovoy kabina do'konidan bo'ldi. Xudo xolasa ko'rishamiz. Like bosmay kuzatgan obunachilarimiz Alloh yo'liga bosib ko'ringlar like'larni. Videomiz ko'proq odamga tarqalishiga sababchi bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin barchalardan, xayr hammaga.